Ana dostlar, şimdi Bişkek'te can cavat attı. 9.000 so'mlik ko'chatlarni qarab, tang'ilib qo'yib o'ltiramiz. Sizlarda dag'i bor ekan shunda 9.000 so'mlik ko'chatlar. Oh, Nurlan, qandaysan? Sanku bektursan, jurnalistlar bilan yaxshi. Boshda жаңғыр жауып оқиыз. Zerikdim. Deme, zerikkenden de aramday tangal otamda. 9.000 so'mlik ko'chatlarni qarab, esim olib. Bizim birliktegiler kaçan toyo, deme. Başkadan jeygen az kelgensem şu ko'chatdan da jey boshlashdi deb. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Iskandar qanday? Qanday? Yaxshi. Qanday? Akırım boladat Xudoyga shukr. Qanday ne bo'lgan ko'chat deydi biri aytadi. Bizde Bishkek media Tavuk neme geçe aytmadı Bishkek media janağı şartı ko'rktandirib o'yinchachi. 9.000 so'mlik ko'chatlarni olib kelib o'tirishdi. To'g'im ko'chatni 9.000 so'mdan oforim etib qo'yibdir. Anam bireler 9.000 so'mdan ko'chatni oforim etib turdi dedilar. Men aytib qo'ydim. Endi qiqiraman 9.000 so'm terpimali qo'yma. $600 qichqashqa qaraganda deb qo'ydim. Oğuz bin so'mga şu bışkan alma satı alın elge taratып koymaptır da ona diye götürgay. Neme bilem jana ko'rktandir ko'lakash diye turgan ko'chatni 9.000 dan alıştırırlar. Eğer mömölü darak ekkende anda 18.000 almaktağı almanın kilogramın 36.000 satmakmış da. Qanday özün yaxşısın mı? Жақсы, Xudoyga shukr. Özün sodadasın mı? Yaxşı Xudoyga. O da kazanda. Oo, kazandasın mı? Yaxşı. Hazır girsem bile bunda aytib atqaning kesiniz, biz sulaşıp kire kaldım.